Sizlarni eng baxtli sezgan daqiqangizda meni ham bir eslab, men yoningizda turgandek, siz o'zingizni sezsangiz agar, menga boshqa hech qanaqa baxt kerak emas. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning yodgor xotirasi doim yodimizda. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov tavalludiga 83 yil to'ldi. Islom Abdug'aniyevich Karimov 1938-yil 30-yanvarda Samarqand shahrida tug'ilgan. O'rta Osiyo Politexnika va Toshkent xalq xo'jaligi institutlarini tamomlagan. Turli yillarda O'zbekiston SSR Moliya ministri, Ministrlar Soveti raisi o'rinbosari, Davlat plan komiteti raisi, Qashqadaryo viloyat kompartiyasining birinchi kotibi lavozimlarida ishlagan. 1989-yil iyundan O'zbekiston kompartiyasi markaziy komitetining birinchi kotibi etib tayinlandi. 1990-yil 24-martda Oliy Kengash sessiyasida Islom Abdug'aniyevich Karimov O'zbekiston SSR prezidenti etib tayinlandi. Sovet ittifoqi davlatlari ichida birinchi bo'lib O'zbekistonda prezidentlik lavozimi joriy etildi. 1990-yil 20-iyunda O'zbekiston suvereniteti to'g'risidagi deklaratsiya qabul qilindi. 1991-yil 31-avgust Islom Karimov tarixiy voqea O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini e'lon qildi. Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni Jumhuriyatimizda Mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif qilaman. 1991-yil 29-dekabrdagi saylovda Islom Abdug'aniyevich Karimov mustaqil O'zbekistonning ilk prezidenti etib saylandi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga qat'iy rioya etishga, zimmamga yuklangan yuksak vazifalarni vijdonan bajarishga qasamyod qilaman. Islom Abdug'aniyevich Karimov O'zbekiston Respublikasini 25 yil mobaynida boshqardi. Shu davr mobaynida 4 marta davlat rahbari etib saylandi va 2 marotaba umumxalq referendumi orqali prezidentlik vakolati muddati uzaytirildi. Islom Abdug'aniyevich Karimov 2016-yil 2-sentyabr sanasida 78 yoshida vafot etdi. Barchamiz uchun qadrli bo'lgan prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov vafot etganini ma'lum qilamiz. Hozirda birinchi davlat rahbari Islom Karimovning rafiqasi Tatyana Karimova va Lola Karimova uning xotirasini abadiylashtirish bilan shug'ullanishmoqda. Shu maqsadda Karimov fondi tashkil etilgan bo'lib, bu fond yoshlarni qo'llab-quvvatlash, O'zbekiston tarixiy merosini saqlab qolish bilan shug'ullanadi. Oqsaroy esa hozirda memorial majmuaga aylantirilgan. Hozirgi paytda amaldagi prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev davlat rahbarining siyosiy merosini, u kishi belgilab bergan taraqqiyotimizning asosiy tamoyillarini va ustuvor yo'nalishlarini to'laqonli amalga oshirib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentining o'lmas g'oyalari, fikr ko'rsatmalari bizning qalbimiz va ongimizda shunday chuqur singib ketganki, ular barchamizga doimo tayanch va suyanch bo'lishi muqarrardir. Bugun biz xalqimizning ishontirib, baland ovoz bilan, yana bir marta baland ovoz bilan aytishimiz zarurki, buyuk ustozimizning siyosiy merosi, ya'ni u kishi belgilab bergan taraqqiyotimizning asosiy tamoyillari, ustuvor yo'nalishlar, maqsad vazifalarini so'zsiz va to'liq amalga oshirish biz uchun ham qarz, ham farz.